Voy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomon-da. Yuzingni narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan ekanda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kanseraga qaratib yo'qding? Atay qilding, jo'ra, atay qilding. Bilardik immunitetim pastligini. Nimaga buncha dorisan-ku? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya anularga, shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda cho'pon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapka kiyib? Shapkamga o'zi tegma kasal bo'lsam, hozir cho'milib chiqqanda mening gutbalayman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsa, menga sen javob berasan. O'zi nozikkina bo'lsam. Ona? Ha bo'lam. Meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, siqaslabda belim og'riydi-yu, ona. Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr, bolam, uzr. Ey bola, hasharchiga dam olishga to'qqa boraylik. Ya bola, men to'qqa boraman. Nimaga? Tog'da bosim bor, davriyadan chiqadi. Bizimiz boramiz. Bitta yo'li bor. Qanday? Ana, endi o'zimga uy berimman. Bemalol tog'da dam olsam bo'ladi. Birinchi marta skorida toqqa chiqishimiz, Ammo zaksimni ham skorida qilmoqchiman. Vay bana 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 vay vay bana vay